Savol. Assalomu alaykum ustoz. Mening bir birodarim 2-3 yildan beri tirishib 34 ming so'm jo'g'lagan ekan. Uning Urumchida shaxsiy uyi bo'lmag'achqa ijara uyda o'ltirdi. U birodarim deydi-ki, Ramazon kelsa bu pulga zakot kiradigan. Ammo Ramazongacha mashina olishga yo'l kelib qolsa, mashina olib oilasini qamdashni o'ylabdi. Shunga bu mashina olgan pulga bu yil zakot kelamdi. Hamda bu mashinaga har yili zakot to'lash kerakmi? Yoki mushu mashina orqali topgan pulga zakot to'lash kerakmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Mashina sotib olish, uy selish, to'y qilish, hajga berish va uningdan boshqa ishlar uchun yiqqan pul zakot berish o'lchamiga yetib 1 yil o'tsa, uningga 2,5% miqdorda zakot berish vojib bo'ladi. Chunki bu pulda zakot keladigan pulning shartlari hammasi to'liq bo'lgan bo'ladi. Shundaqla zakot degan fikrlarning haqqi ham pulning tozliqidir. Zakot keladigan o'lcham 85 gram oltin qimmatidir. Buningga asosan bu pul qo'lida 1 yil turgan ahvolda yuqorqidek miqdorda zakot berish kerak. 1 yil to'shqicha bu pulga kiroga ishlatadigan mashina ilivassa, mashinaning puliga emas, kiro qilib topgan pulga zakot keladi. Mashinadan kirim qilgan pul qo'lidagi boshqa iqtisod bilan zakot berish o'lchamiga yetsa, andin uningga 2,5% miqdorda zakot berish vojib bo'ladi. Yetmasa bermaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom 78-numorli fatvo.